Assalomu alaykum azizlarim, bugun sizlar bilan jiyanlarimning natijalari haqida bo'lishmoqchiman. Deyarli sentyabr oyida biz mana shu Seven School maktabiga tashrif buyurganimizda bularni bizga qilgan va'dalari biroz hayratlanarli tuyulgan edi. Lekin mana oradan vaqt o'tib 3-chorak ham tugab boryapti. Reyting natijalariga ko'ra bularni bilimlari deyarli 3 baravarga oshgan. Bu shunchaki baholar emas. Bu boladagi ishtiyoq. Bu yerda tarbiya, aniq fanlar va til o'rganish bo'yicha professionallik yuqori darajada. Muhit shunaqangi shakllanganki, bola maktabga shoshilib boradi. Hozir juda ham ko'p ota-onalar sentyabrgacha birga bo'lar deyishlari mumkin. Lekin farzandingizni maktabidan ko'nglingiz qoniqmayotgan bo'lsa, siz 4-chorakdan maktabga bersangiz, sentyabr oyida farzandingiz chiroyli natijalar bilan o'quv yilini boshlaydi. Yana bir gap, maktabdan uzoq deb bahona qilmang. Yashnobod, Yakkasaroy, Olmazor, Yunusobod, Shayxontohur yoki Chilonzorda yashasangiz, Seven School'ni maxsus transportlari sizni xizmatingizda. Azizlar, sizlarga bir narsani aytmoqchiman. Agar bu maktabga mani nomimdan kelsangiz, yil yakuniga qadar transport xizmatlari uchun sizga 50% chegirma qilib berishadi. Qadrdonlar, farzandingizni natijalari uchun, ularning kelajagi uchun bugun sarmoya qiling. Biz natijalarimizni ko'ryapmiz va sizlarga ham ilindim.